turibsizlar. Birinchi sonning son ekanini aytamiz, al ikkinchi tusini aytamiz. Bilamizmi? Ya. 5 qara, kelasi 4 sariq. 3 ko'k. 5 sariq. 4 kuzil. 8 qizil. Tez aytamiz. 1 qora. Bugungi taqdirimiz statistika және kombinatorika. Оның ішінде bizlar bilamiz arифmetikалық o'rtasini aniqlovdi және qulashin, modasin, medianasin. Сол 4 bo'ldi bilamiz. Endi сол taqdirga байланысты eseplarni chiqaramiz. Birinchi to'pqa bo'linib olaylik. O'sha qator bo'yicha to'pqa bo'linib olamiz. Asema to'pqa bo'linib oldik. Endi sizlarga topshirmalar. To'pqa o'zining topshirmasi bor. Birinchi to'pni sizlar, ikkinchi to'p topshirma, uchinchi to'p sizlarga topshirma. Birga aqldashib o'rtaymiz. To'p erishishini bilamiz. Bir-birimizni tinglaymiz. Kedergi jasamaymiz, aqldashib topshirmani o'rnaymiz. Albastanlar. Saqlandiruv kompaniyasining disklenti bo'yicha bo'yicha flashni topib qancha ekan, ya? Javobi qancha bo'ldi? 10. Flash deganimiz ne? Flash deganimiz yer qilsadan yig'ishtiradi. Balig'imizda 10 ming bo'ldimi? Bir baq. Modasini topib. Shunday moda deganimiz ne? Moda u sonlarning orasidan eng ko'p qaytarilgan songa biz moda deymiz. Bu juda eng ko'p qaytalanib turgan son 160 ming. 160 ming. Durust. Birinchi to'pga qanday topshirma? Arifmetikалық o'rtasini topish. Arifmetikалық o'rtasini topish. Orayna байланысты ekan, ya? Nashida qancha Arifmetikалық o'rta deganimiz ne ayni? sonlarni bir-biriga qo'shib, qancha sonlarni biriktirib bo'lib, so'g'in bo'lib. Demak, qo'sdingizlar qancha bo'ldi? 15.2 chiqdi. Eng so'nggi javobi. Qo'shsangiz 160 ta 5 ga bo'lganda 15.2 chiqdi. Yaxshi amaliyot yozamiz, ya? Durust. Kelasi endi sizlarda ko'rishingmen kenges. Kelasi taqrib juftlaringiz bilan birga topshirmani o'rnaysizlar. Jarayman. Birinchi esep, ikkinchi esep birga ekranda chiqadi bo'ladi. Sabina Aruzhan, Indira Aruzhan. Chiqamiz. Ayni. Tekserdiga. Qay topshirma bo'ldi sizlarda? Birga shardingizlarmi? Ikkinchi jib chiqaveringizlar. Birga aqldan shardingizlarmi? Javobi sonimi qancha bo'ldi? Sultan, jazmlash taqsimlaring.
topshirma, ol topshirmalar baravar. Har kim o'ziga tuz tanlay, sol tuz tanlab orqali o'ziga topshirmani chiqardi. Kim boshlaydi? Al Indira. Indira birinchi bo'ldi. Indira. Baravarni aylantiramiz. Stopchilar. Qanday tuz? Qizil tanlaymiz. Topshirmani o'qiymiz. Boshlaymiz. O'qishlarning natijalari 18, 24, 15, 30, 22 sonlar bergan. O'sha natijalarning flashing tabu qancha ekan? Flashda kelesi o'qishlarda Aslan. Kezi-keziga shiramiz. Start bosamiz. Qanday tuz bo'yicha sanda bosamiz. Flash deganimiz ne? Eng ulkan san qanday san? 1500. Eng kichik san? Javobi? Asmanimiz bo'lmaydi. 700. Armujdan hozir shiramiz kezdikmi deya. Arifmetikalik Üç, beş, dört, bir, üç, dört. Gerisi okuşlar. Soldan bir. Asima aşağı geliyor. Asima ile başlıyor. Flash dediğimiz ne? Cevabı? Sabahımızın son keri baylanışpen ayaktayımız. Qarasanızda sizlarga taratilgan kartalar. Sol kartaning sonida keri baylanish 3 qoidasi. Birinchisi qachon foydalanaman, ikkinchisi qaydan foydalanaman, uchinchisi qalay foydalanaman degan so'rovlar bo'yicha keri baylanish yasaysizlar. Uyga balamiz nomeri 123 topshirma. Sabab uyga topshirmani yozib oldingmi? Yo'q.